Bog'larning faskalari 45 gradus, plunchlarning faskasi 45 gradus ochilgan. High-tech fasonimiz yerdan balandligi 67 sm, 1 metr yarmtayoq holati 239 ming bo'lgan fasonimizni detallarini tushuntirib o'taman aka. Juda ko'pchilik so'rayapti. Nol qismimiz 9,5, tikkaligimiz 9,5, ekrani 40 lik, undan keyingi qo'yilgan tikkamiz ham 9,5, qopqog'imiz ham 9,5, plunchisi 7 lik. Akalar asosiy figuralarimiz chaqlanishi high-tech fasonga moslab 45 gradus qilib ochilgan. Ko'rishingiz mumkin. O'ta ham ideal holatda, yarimtayoq holati 239 ming so'm. Naqadchiga mahsulotni o'zi, mana shu mahsulot faskalarni ochib berishimiz mana ideal holatdagisi va mana shu mahsulotlarni kesib detal ko'rinishiga yetkazib beramiz. Ya'ni bu mahsulotlar bizning ishxonamizda 70% ishlar bajarilgandan keyin ustalar xonadoningizda toshlar orqasiga simini ochib, orqasiga rastovor qo'yib bersa bo'ldi. Yig'ilgan holatda bo'lmaydi. Detal ko'rinishda sochilgan holatda bo'ladi. Akalar, ko'rishingiz mumkin. Yarimtayoq holati mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi va yiqqaningizda mana shunaqa go'zal bo'ladi. Faskalarga e'tibor berasizlar. Oftona hisobiga toshimiz sal ochroqqa o'xshayapti. Bu mahsulotimiz Ko'ksaroy A blokdan edi. Akalar, batafsil ma'lumot uchun pastki raqamlarimizga qo'ng'iroq qilinglar. Qolgan sokil abrezlarimiz haqida Instagram profilimizda to'liq ma'lumotlar berilgan. Sokillaringiz uchun mana shunday tabiiy granit va mramorlardan qilingan sokillarda narx qiziq bo'lsa, albatta sahifamizga obuna bo'ling.